Siz asabimni siladi agar menga kimdir qarab turib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, dalboya menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarning fikriga qo'taradi qo'yib qo'yish va любой mana sharoitga ko'nib ketadigan, любой komfort zonadan chiqib ketadigan, mani tug'ma bor, yurak bor, yiban. Bu qaytiribdi dalboya erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi gullik to'pasini yopolib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakat qilgan. Kutani qachonjalabdi oltin qush kelib boshga chiqib ketishini. Yeba qo'tag'an bo'lmasa turib harakat qilmasin. Yeba u Instagram, TikTokdagi dalboyotlar kuzatib, o'shalardan inspiration, vdохновение olmana qo'y. Harakat qil, o'qidingiz. Meni mana boshidan kuzatganlar biladi qanaqa yo'llarni bosib o'tganlarim. Qatlarda uxlab yurganim, kimlar meni tashlab ketgani. Nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi. Chidolmadi, sabr qilolmadi. Birovlarning fikriga qo'tadi qo'ygan holatda darsi bosish kerak. Akalar unaqa qilib o'tirib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Babuin bo'l, dalboyob. Babuin. Qizig'i mana kommentariy yozadigan dalboyoblarni dahviyasi uchun hattoki bir jendrajalab hayotidagi eng oliy orzusi, basharing yure musor.